Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Milliy antidoping agentligi tomonidan joriy yil 1-chorak davomida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida ma'lumot berib o'taman. Joriy yil yanvar oyida global antidoping boshqaruvni mustahkamlash, uyg'unlashtirish, muvofiqlik va mintaqaviy hamkorlik mavzusida xalqaro forum bo'lib o'tdi. Xalqaro forum doirasida konferensiya va Markaziy Osiyo mintaqaviy antidoping agentligining hisobot yig'ilishi o'tkazilishi dopingga qarshi kurash sohasida muhim voqeaga aylandi. Konferensiyada Butunjahon antidoping agentligi prezidenti Vital Banka boshchiligidagi va'da mas'ullari Italiya, Germaniya, Polsha, Litva, Ozarbayjon, Mongoliya, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistondan antidoping agentligi rahbarlari hamda sohaning yuqori malakali mutaxassislari ishtirok etdi. Yanvar oyida sportchilar va jamoatchilik uchun Kolmarkaz faoliyati yo'lga qo'yildi. 95 kodi bilan 199 55 01 raqami orqali 400 ga yaqin murojaatlar kelib tushdi. Barcha murojaatlar Kolmarkaz operatorlari hamda agentlik mutaxassislari ishtirokida ijobiy hal etildi. Joriy yilning 1-choragida o'tkazilgan 14 ta seminar trening orqali turli yo'nalishlardagi jamoalardan 1300 nafarga yaqin sportchilar qamrab olindi. Los Angeles 2028 Olimpiya va Paralimpiya o'yinlariga tayyorgarlik olib borayotgan elit sportchilar bilan yakka tartibda antidoping qoidabuzarligini sodir etishni oldini olish maqsadida jami 493 nafar sportchi bilan doping profilaktikasi bo'yicha individual suhbatlar o'tkazildi. Viloyatlar kesimida yosh sportchilar uchun seminar treninglar tashkil etildi. Unda Respublika Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi, Toshkent shahri va viloyatlardagi yakka kurash turlariga ixtisoslashtirilgan sport maktablari o'quvchilari uchun ta'lim.uz platformasi orqali antidoping ta'lim sertifikatini olish bo'yicha amaliy seminar treninglar o'tkazildi. Ta'lim.uz platformasidan shu kunga qadar 27500 nafar foydalanuvchi ro'yxatdan o'tgan bo'lib, 24190 nafar foydalanuvchi o'quv kursini tamomlab sertifikat olishga erishdi. Ushbu sertifikat orqali mamlakat chempionati va kubogi musobaqalarida ishtirok etish imkoniyati mavjud. Testlash ro'yxatiga olingan sportchiga Adams platformasida shaxsiy sahifa ochib berildi. Birinchi marta Adams platformasidan foydalanayotgan sportchilarga individual tarzda tushuntirish ishlari olib borildi. Testlash ro'yxatiga olingan sportchilar kunlik muntazam nazorat qilinmoqda. Milliy antidoping qoidalari asosida 1-chorakda 35 nafar sportchilarning Adams profilida joylashuv ma'lumotlarini to'g'ri to'ldirish bilan bog'liq bo'lgan qoidabuzarlik aniqlangan va ogohlantirish qarori tegishli tomonlarga yuborilgan. Sportchidan olingan tahlilda taqiqlangan modda aniqlangan 3 nafar sportchi tibbiy maqsadlarda foydalanganligi sababli oqlangan. 2026-yil 1-chorak davomida rejaga asosan 177 ta doping sinama olindi. Shundan xalqaro va milliy musobaqalarda 62 ta sinamalar olingan. Sportchilar tomonidan taqiqlangan dori vositalaridan istisno tarzda terapevtik maqsadlarda foydalanish bo'yicha TII ruxsatnomasini olish maqsadida 4 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, barcha murojaatlar ijobiy hal qilingan. 2026-yilga yangilangan taqiqlangan moddalar va usullar ro'yxati o'zbek tiliga tarjima qilindi va agentlik ijtimoiy tarmoqlari va rasmiy veb-saytiga joylashtirildi. E'tiboringiz uchun rahmat.